tekinga bir plyonka qilib berishadi. Bugun biz Globus Mallga kelganmiz. Yaqin akamiz bu yoqdan telefon do'kon ochganlar. Hozir sizlarga buni obzor qilib va qanaqa qulayliklar borligini ko'rsatib beramiz. Globus Mall sentralniy eshigidan kirib kelaverganingizda to'g'rilarda chiqadi. Do'konimizning oti Vibe Mobile. Hozir bu yoqda qanaqa boshqa do'konlardan ustunliklari bor va qanaqa model telefonlari bor, rassrochkagami, kreditgami hammasini hozir bizga tushuntirib berishadi. Istagan telefon modellarini topsangiz bo'ladi. Например, iPhone'lar deysizmi, Samsung Rabochilar deysizmi, S23 lar bor. Bular hozir ancha kamayib ketgan bular agar bilsangiz. Mana Samsunglar bor, Redmi'larimiz bor. Nima xolos, shularni hammasini qilib beramiz. Mana ko'rasizlar, bularda har xil qulayliklar bor. Shuning uchun tavsiya etib qolamiz. Bemalol kelib, xohlagan telefoninglarni naqdga va rassrochka asosida olib ketishingiz mumkin. O'zimga ham bitta mana iPhone 7 Pro bosora qoldi. Sizlarga ham tavsiya etaman. Vibe Mobile. Ko'rasizlar, har xil turdagi telefonlar bor. Samsungdan tortib, mana Spark, Tecno degan telefonlar ham bor ekan. Va eng zo'ri bularda brani plyonkalari bor. Bizning nomimizdan kelsanglar, telefon olsanglar, sizlarga tekinga brani plyonka qilib berishadi. Har xil mana bunaqa skillari bor. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol liboyni telefondan tashqari mana shunaqa skilllar ham sizlarga qilib beramiz.